Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arslan Live'a hoş geldinler arkadaşlar. Bugünkü temamız bolsa imza koyamdık degandek. Hammalarga ayon bu imza meselesi qaynab ketdi torlarda. Qaynab ketdi desek qaynagandek emas. Dastlabda bu imzo to'g'risida xabar chiqqan chog'da endi manga nisbatan har qanday tashkilot o'z oldiga bir ish qilsa qo'llayman. Men bu dastlabda shaxs bo'lish suhbatim bilan hozirmi qo'llayapman. Rostga qilsam bu imzodan o'tib ketib hozir Uyg'ur qurultiyiga bir xil soldirish, bir atak qilish nimasiga aylanib qolibdi. Men mush temada to'xtalmoqchi. Dastlabda bu uch xat deb e'lon qilinibdi. Uch xatni o'qib chiqdik. Endi mening abay degandek xo'sh bo'lgan yerim endi ish qilibdi surganda hukumati bu tashkilot endi. Menga nisbatan dunyoda mayli qaysi surganda hukumati bo'lsin, hammasi tashkilot ommaviy organ deb sayıldı, rasmiy bir hukumat emas tag'i, chunki hech qanday davlat e'tirof qilmaganlik. Endi e'tirof qilish uchun balki eng oldin mengayotgan hukumatlarning orasida, endi hukumat degidek bir hukumat, endi shu Washington DC'dagi Mehmet Emin Ali Akashning raischiligida bir hukumat endi eng yaqini shu deb qarayman, chunki bularning dunyoning poytaxti Washington DC'da o'rlab qilishi endi cho'ng bir foydasida endi. Shuning bilan imzoning endi dastlabda bu deyilgan chog'da bu uch xat o kadar da böyle mükemmel, böyle müstakil kıvıtırgan bir hareket emas. Belki bu xat şöyle apırışı mümkün. Men bu tamamen bu xatni nimsh qilib beradi deganlardan emas. Yaxshi, lekin bu bir joint letter ekanchu, ya'ni hamma tashkilotlar birlashib bir sundigan narsaga. Endi mening talabim dastlabda chiqqan chog'da tuvanchik bilan ba'zi fikrlarni o'tirib qo'ygan bor. To'g'ri bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Lekin madam mushunchalik cho'ng ishga tutish qilibsizlar, nima uchun anandan keyin bu cho'ng ishga tutish qilib xalqqa sunibsizlar? Anandan keyin başlamas bismillahsiga bu Uyg'ur qurultiyini imzo atinglar, anda qilinglar, kelinglar deb chaqirib chaqirsanlargu mayli, lekin ta'ni gaplar bilan keyin bu ta'ni gaplar haqoratga o'tdi. Xalq buni tushunmayotirichu. Chunki o uch xitinglarning o'zi %80, %90 to'g'ri. Ba'zi moddalarni o'zgartirib bir to'g'rilasanglar bo'ldi-chi, lekin mukammal emas. Xuddi biz bir mukammal Qur'onning oyatini yozayotgandik degandek bir muomalada bo'ldinglar. Uyg'urcha tarjim qilsalar, u Uyg'urcha mukammal emas. Inglizchani o'qib sunsanglar, inglizchasi muhim, chunki bu inglizchasini qaysi kongressmenlarga bersa, bu aniq emas. Madem bu kadar cho'ng bir ish, endi tunagansizlar dunyo Uyg'ur qurultiyining qancha kuchli ekanligini, e'tirof qilganligini. Mening kallamda keşke bu dunyo Uyg'ur qurultiyini chaqirmagan bo'lsanglar deb o'ylab qoldim. Ya o'z oldinglarga mengib baqqan bo'lsanglar, bir sungan bo'lsanglar, bu ishlarga bordi. Başlamas bu Uyg'ur qurultiyi mushu ishning ichida bo'lmaslam, bo'lmagandek bir tuyg'u yaratdinglar. Andan keyin biroqlam bu imzomi unutilib qoldi. Bu do'q nimish qilar, nimish qilmaslik deb. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu harakatga bunday shaklda
kelmaydi sizlarga deb qo'yay. Kelmaslikning sababi oldin ola buni haqiqatan samimiy bo'lgan bo'lsanglar ekan, xafa gapim sal boshqa qattiqroq kelib qolsa, sizlar oldin ola telefon qilsizlar bularga. To'lqinqa, Umarga, Nurika telefon qilib, burunqi ishlar o'tkazsin, bizdimi o'tdi, ular qo'pib, bizdimi o'tdi deyish mumkin. Boshda bir halallashinglar kerakchu. Madem sizlar degandek bu cho'ng bir ish bo'lgan bo'lsa, bularning yordamiga ehtiyojinglar bo'lsa, bularning imzosiga va ularning ostidagi tashkilotlarning imzolari lozim bo'lsa, telefon qilishinglar kerak edi. Halallashib oldin ola. Andan keyin menmi open letterlar qatnashib baqqan. Bu open letter uch xatlarni yezish jarayonida bir necha tashkilot birlashib, ma'mada munda yezilsiz, ma gap xato ketib qapti, ma gapni yaxshiroq ishlasak deb mundaq bu yerda xalqqa tushuntirishning hojati yo'q. Aslida buni tashkilotlar yilmi kechikmidinglar, yana necha kun borki, birlashib qilgan ish. Lekin mencha u o'tkazmani o'tib bo'ldinglar. Biz chiqibdi tunigun Tayvan har oy degandek bir raysinash opirdi ekan. Bo'pti, ma xat orqali ma oy bu raysinashni opiringlar, kelar oy qarapaqsun Dünya Uyghur Qurultayı bulanda başqası baramdı. Lekin sizlar uzun zamandan beri o'ylashib yiqinglar. Atalmış 10 bin imzoni topladinglar. Bularni munofiqlar qurultayı, ham sizlarning tilinglarda aytgan bo'yicha, bular munofiqka, bular xoinka, bular sotqunka. Bu atalmış, ham sizlarning degan bo'yicha, bu munofiqlar, bu xoinlar, bu sotqunlarning imzosi nimaga kerak bu yani? Sizlarning bu politlinglarning nimasini tushuratmamdi. Bu neymiş qilsa yani? Ne gerek var? Nima qalamdan o'tmadan da samimiy bo'lgan bo'lsanglar, eng avval sizlar halallashishinglar kerak. Chunki o'tirliqda nurg'un ishlar bor. Başlamas. Biz mana qildik, kelamsizlar, kelmamsizlar. Atamsizlar, atmamsizlar. Atmasanglar xoin, munofiq. Ya neymiş qilasizlar sizlar? Andan keyin qaytadan bu indigenous masalasi chiqib qoldi. Ben burun degandek bir yıl, bir yarım yıl aldır dedim. O deyme. Yana deyme bugün. Elhamdülillahi Rabbil alemin Uygurlar indigenous-dur. Xitaylar indigenous emasdur Şarkı Türkistan'a. Yana deyme. Elhamdülillah. Qanday qilalaysizlar? Hech nima qilolmaysizlar. Yana shuning taqılamsizlar. Mana 100 necha kun so'qash bo'yotidi. Israiliya o'zini indigenous davatidi. Digiglik davlatba BDT'da e'tirof qildiqliq. Filistinliklarmi o'zini indigenous deydi. Dunyoda BDT'da ularni beslinib olgan zamin deb to'nug'liq. Ajab bu ikkisi indigenous deyalaydi ekan, biz deyamamdiq. Ya'ni yanıla bak. Dastlabda Salih Xudoyor apandi bu chaqni qilgan chog'da ko'rsanglar bo'ldi, men inkas qismi yozdim. Buni faqat tashkilotlarga imzo qo'yamda, bir shaxs bo'yish sifatimiz bilan imzo qo'ysak bo'lamdi deb. Shumi yo'q, bu faqat tashkilotlar, ba'zi kongressmenlar mushta istab qoldi deb degandan keyin, tamam. Lekin yili ham yana shaxs bo'lish sifatimiz bilan imzo qo'yilanish bo'lsa, chatoq yo'q, yana qo'yma. Lekin samimiy tavsiyam oldin ola ba'zi moddalarni bir tuzish kerak. Buni ayrim agar xohlasanglar, men yordamchi bo'la olaman, ya'ni qo'limdan kelishicha. Shuningga bu asli iliqi ba'zi insonlar tamoman rad qilsin bo'lmaydi bu harakatni. Bu yaxshi bir harakat, lekin buning nimasi o'zgarib ketdi-chu. Andan keyin ba'zilar chiqibdi, qachonlar qarasa boy degandek halallashinglar kerak. Andan keyin ba'zi insonlar chiqib, "Voy, ma isbotni tashlaymiz. Endi NED'ning pulini kesimiz. Endi jimi, endi bular tutildi mana. Endi yo'qaydi qini." Hech nima qilmadinglar. Shuningla istar istamas xalq ma 5 oyning atrofida bu bir rapor, bir doklad e'lon qilmoqchi. Shuni kutsanglar bo'lmamdi deb nurun haq davatidi. 75 yilning yoki saqlayotimiz vatanimizning yoki kutyapmiz vatanimizning mustaqil bo'lishi. Yana bir necha oy saqlasak ishni bo'lmaydi-ki ya'ni. Hatto men o'ylab qoldim, bu faqat samimiy tavsiyam qo'y, endi qabul qilsanglar, qabul qilmasanglar. Agar samimiy bo'lgan bo'lsanglar, shu imzoning ustiga atıyorum, bo'pti, ma ay etyutinglar, kelara yana bir imzo to'plash, murojaatnoma demsizlar, raysinash demsizlar, I don't know, it's up to you. Yezib, chizib, shu 5-oy bu doklad chiqib bo'lgandan keyin inshaalloh bir PDF shaklida xalqqa sunilgan shaklda qilar Dunyo Uyg'ur Qurultayı. Shu chaqda shu PDFning linkni shu raysinashning nima qitinglar, besilib olgan zamin degan xatgacha nima
Occupied East Turkestan deb shuni ustiga qityapsanglar, hyperlink qilib isbot miyadan miyagacha deb isbot qilsanglar, shu kongressmenlarni xotirjam, ha, mana bu paloni tashkilot nurg'un zichchida uzun 100 betlik ishga uqmayman endi, men ko'rib boqmadim, necha yil anglatyapman mushtaq bir doklad chiqishini. Mushtaq bu narsa bor ekan deb mani samimiy deymiz-ku. Mani samimiy deymiz. Shu hozir men shaxs bo'lish sifatimdan men qo'llayman. Boy deganda yana o'zgarish nimalari bor. Harakatning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Kichik bo'lsa-mu balki cho'ngroq ishga aylanish mumkin. Andan keyin qarindoshlar, men mushu Dolqin akash, Ömer akash, Ro'shan adimiz, Abdukim Idris akamiz yana. Bular hammasi bir ishlab boqdim, bir yerda choy ichib boqdim, bir faoliyatlarni qildik. Bular munofiq, unda insonlar emas. Agar bular bilan birga o'tirib 5 minut o'tirsanglar, qanchalik vatanparvar, qanchalik mustaqilchi, qanchalik ish qilib vataniga suyungan shuni ko'ra olasizlar. Bular yana eski insonlar emas. Ba'zilar qonundan gaqib ketadi. İngilizcede bir gap var. Nurg'un dunyoda buni e'tirof qiladi qonunda. Innocent until proven guilty. Bularni munofiqlar qurultiyi, sotqin, xoin deysizlar. Okey, buning hokimning hukmi qani? Mushlarning munofiq ekanligi hukm qani? Men billa mushlar munofiq ekan deb deyish beray. Bormi? Tünügünmü Guli Maqsud 90'ı beripdi, 5000 nimisini bormapti ayna. Hozirgacha sizlar ashuni beripti deb bormapti. Atugini o'zimi YouTube naq maydon ichib o'ziga qilib qolar. Ya mushnaq ilqi nurg'un insonlar bor. Ilqi shaxsan men nazariya jihatdan cho'qim bir surgun hukumatimiz bo'lishimiz kerak-ku. Lekin bundaq sifatsizliklardan xalqlarni bek ilqi umidsizlantirib etislanchu. Masalan, o'ylab yiqinglar, haqiqatan sizlar degandek shu besinmagan zamin deb e'tirof qilib, kim e'tirof qilg'iz kelmaydi? Kim shu surgun hukumatini qabul qilishni xohlamaydi? Masalan, Isroilga, bu zolimlarga, Ukrainaliklarga necha milliard, masalan, surgunni hukumatimizga 1 milliard pul bersa, ne go'zal bo'lib ketadi. Lekin manda ishlar bu aslida nihoyat kichik ish. Bunchalik cho'ng'aytib, bunchalik ada-juda bo'lib ketishning hiçbir hojati yo'q deb, bu çok kolay bir şekilde hal qila olaydilar. Yilmi hal qila olaysizlar. Mencha sizlar madoram sunivringlar. Anlashimcha 40-50 ya da 60 tashkilotinglar bor ekan. Suninglar. Boshqalar bir qarab baqsin buning foydasi nerdan nergacha. Balki ba'zi gap so'zlarni o'zgartiradigan ishlar chiqib qolar. Andan keyin ko'mamdiq. Yani bununla atmasak, bo'ldi tugashdiq. Bo'ldi bu dava tugdi degandek bir tuyg'uni ashuna berib atsanglarmi atdinglar, atmasanglarmi atdinglar. Endi bir ko'rib boqayli. Hani bular munofiqdi? Hani sizlar bularni e'tirof qilmaydinglar? Hani o kadar hareketli, qani o 10 ming imzo hareketi bu? Men sizlarning o'rninglarni bo'lgan bo'lsam, o 10 ming imzoringlarni yig'ib, madem o kadar samimiy ergashkichinglar bor ekan, biringlardan $1 oyda va yoki $5 masalan, boshqalarni deb boqing buni. Chiqadi unchalik pul. Ash pulga bir necha 3-4 kishini full time ishlata olasizlar masalan. Madem ashlar 10 necha ming ergashkichinglar bor ekan. Ya sizlar subhanalloh. Ish qilib inkaslarmi qani. Aslida men buni ochiq qilg'izgan Messenger orqali telefon qilsanglar bo'ldi xohlaydiganlar. Hech kim yozmabdi. Agar fikr qildiganlar bo'lsanglar, fikringlarni aytib qo'yinglar. Qalbdan ketgan nimalar ekan deydi. Undamı deb ketmanglar endi. Yani masalan, örnek beraylar. Masalan, Dünya Uyghur Qurultiyi bir faoliyat qilmoqchi bo'lsa, hiçbir zaman palonchi nimish qaytilmaysizlar? Palonchi nimishqa demaydi-ki. Qarshi olamiz, kelinglar deb invitation chiroyli palonchini kammidi, palonchini yordam qilmadi deb munofiq deb tillamaydi-ki. Yani bu farq, bu xalq buni ko'rdi. Xalq bu afsuski qilayotgan yaxshi ishlarni ko'rmaydi-chu. Aşı her bir tıllıgan ve etrafındaki özənlərinin unofficial spokespersonlar var. Hem de bu kişiler biz sürgün hükümetin partisi emas deydi. Mesela memmu Dünya Uyghur Qurultayının əzası emas. Ya bu şemsiye altındaki təşkilatlarının
ostida ishlamayman. Lekin otomatikman yila sizlarmi meni qurultaychi deyishinglar mumkin. It's okay, da'vatsanglar, men uni qabul qildilar. Lekin shunday insonlar, mayli Melbourne'dagi sumbulchash bo'lsin, yana bu sumbulchash bor Shvetsiyada. Bular vahshiy obro'yinglarni tushirdi masalan. Shuningga bu gap so'zga menga nisbatan boy degandek faoliyat yaxshi. Faoliyat yaxshi bo'yicha mangmay boshqa narsa aylanib qoldi. İnşallah futuqluq bo'lar yanala inşallah yaxshi bo'lar. İnşallah sürgün hükümeti Amerikadek gerçi zalim bo'lsin, tunib qolar. Sizlarga necha million pul bersin. Men shuni kutib vallahi duo qilaman shunaqa. Hammanglarmi duo qilinglar. Lekin bu boy degandek bu indigenouslар taqashmaydi. Indigenous taqishgan bo'lsa, Filistinliklarga taqishatdi, Isroilliklarga taqishatdi va boshqa millatlarga taqishatdi. Alhamdulillah Uyg'urlar indigenoussdir. Uni qat'iy yanmayman. Qancha qilsanglar mayli. Shuning bilan men buncha vaqtinglarni olmay, bu yerda telefonni qitilganlarmi yo'q ekan. İnkaslarımı ko'midim. Xeyr, o zaman. O zaman men yeptay. İnşallah gaplarimni inşallah to'g'ri tushungansizlar. Bu imzoni o'zgartirishga, to'g'rilashga har zaman men tayyor. Men bilan aloqa qilisha olasizlar. Dediğim gibi %80, %90 to'g'ri yaxshi yozibsa, lekin ba'zi muhim moddalar bor. Bu yerda deyishning hiçbir hojat yo'q. Ayrim o'zgartganlar bo'lsa, upgrade qilganlar bo'lsa, edit qilganlar bo'lsa, men bor inshaalloh. Bo'ldi. Taklif qilib bu imzoning maqsadini aniq so'rab baqsaq rahmat. Seven Gerard. Menimcha unda qilishning hojati yo'q. Chunki masalan Suriya hukumatining, Salih Xudoyevning o'zining ekranlari bor. Agar ular menga ayrim aloqa qilmoqchi bo'lsa, men yerda bir qiyinlashim apaqayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Naq maydonga ovozingizni ilyaptimmi? Ha, bo'pti, og'am yaxshi. Okay. Men shu nima o'zim gapiringizdan anglashdan boshlayman. Yaxshi so'zladingiz. Mencha bir o'xshamaslik bormikin deyman shu bilan shu Suriya hukumat o'tirishchi. Tamam. Bu Salih Xudoyan bir vaqtda meni shu nimaga Amerika hukumatiga chiqibdi. Bir nahmadalni qaraysanlar bormikin. Demakchi bular shu aslida bir gumon bor edi. Aslida bir ish bo'lganmi bo'lmaganmi biz bilmaymiz buni. Lekin shu Amerika hukumatiga ham shu Salih Xudoyan ham ba'zi bir rahmatlar bilan meni shu qildi. Hukumatga chaqdi. Shu tufayli mamlakatga chiqdim degandek bir raqamlar bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. To'g'ri. Shu men deyman-da, unda ish bo'lmagan bo'lishi mumkin. O'tirisida xato tushuncha bo'lgan bo'lishi mumkin o'shada. Shu bu ikki taraf samimiy holda o'tirib bir o'zaro sizishga qilishi kerak ekan qildi. To'g'ri deysiz. Masalan, boy degandek bular oldin ola halallashib yiqish kerak edi. Ammo boy degandek bular haqiqatan masalani asta chiqib, asta munofiqlik qilib qilgan bo'lsa, o zaman nimishqa bu ish başlamas bularning imzosi lozim bo'lib qoldi. Shuni oldin ola halallashgan bo'lsa, bu fuqishmasliklarni nim qilyapti. Biz cho'ng bir ish tutish qildik. Jiddiy bir shaklda bir cho'qim bularning qo'lida bir demokratik bir o'ngchi bir so'g'chi bor. Cho'qim shu shaklda qonunlar mavjud endi. İsmim demisim buldu. Yani yaxshi bo'lib ketadi. Yani har qanday men hech qanday harakatni kichik sal qaramayman. Yetarki Xitoy qarshi bo'lsin yani. To'g'ri deysiz. Menimcha union qurultayimda cho'ng qurultay. Balki bu shu Suriya hukumatidan balki ko'z qilmaydi deymanmi yo'qsa bular bilan sizlashishni hamda ajizda bo'lishi mumkin. Lekin hamda nima bo'lsin xalq orasida shunday ulug'lan qo'zg'ayolligidek darajada kuch bor bir tashkilot bilanmi? Albatta. Shu menimcha ularni sal qarmaslik kerak. Agar shunday qarlashlar bo'lsa, qata tushishlar bo'lsa, o'tirib naq maydonda nima qilamiz, suhbatlarni yoki yangichiliklarni qilib kelishsa, to'g'ri. Ham xalqqa bunda bir tushuncha bersa, nima yaxshi bo'ladi. Men bunda qilaman qanshiliklarniki muam deb xotimisini belgil bo'ldi. Bo'lmasa bu paytdan sen undan men bunda davomlashib shu
Bizde tayin yapıp ciddiye elinsiz işte. Şuna bir özlem göz karşısında bakın ki şirketler. Ya to'g'ri. Allah razı olsun. Rahmat fikringizga. Ma'qul, Allohga emanet. Baydığında qiyinlashda ilqi men taraf tanlamayman. Kim telefon qilsa ilaveraman. Ama yeter ki qitilgan chog'da tillamasdan normal fikringizni qilib abay qiyinlashimizda tushib ketsangiz bo'ldi. Allah razı olsun. Şuna yani nimdeymiz qiyinlashlar. Yani subhanallah u yerdagi millatni ko'rdik. Madoramqi chag'an nimisida hamda millatimiz xitoylashib ketib bordi. Ama biz meyada yani nimlar bilan aytishyapmiz. Yani Allah sonumuza hayır etsin degan gap bor Türklerde. Subhanallah. Qani yana bir kutib baqayli boshqa telefon qildiganlar bo'lib qolsa, alsaq, ekronni taklif qilsak. Bay Abduveli Ayıp Efendi bir yazmını çıkarıptıke ben bu hembeklenip koydum. Aşını başkalar qetilip boğuca ben bir okup berey. Yani gayet bu mu bir bu hakkımız mı fikrini yaxşı oturup koyup dep qarayman. İnşallah. Mesela ben bu inkasını qiyinlashda men bu o'zimning Facebook sayfasiga paylaşıp koydum. 20 minutdan aldıra. Ben bu hozir o'qib beray. Yani o'rinliq yozibdi. Bunda debdi. İnşallah men ishlayotamdi. Okay. Bunda debdi mesela. Men bir qancha nuqtadan ma Abduvali Ayıpning bir bay chiqargan e'lonning linkini ostida bir inkas gana o'qib beray. Men bir qancha nuqtadan deb baqay. Birinchi, bundaq imzoni Amerikada qaysi organ, qachon, nima sababdan talab qildi? Dalil qani? Nurg'un savollarni so'rabdi. Buni 17-sila Salih Xudoyor apandim buni yani tig'im cho'ng'ir tushundiramish. Inshaalloh buni anglab qolsa, balki avat qo'yasizlar. Balki mushu savollarga javob berish mumkin. Ikkinchi, bu imzoning Amerika qonuni bo'yicha qonuniy asosi bormi? Mushundoq imzo orqali Uyg'urni qirg'indan saqlab qilishda nimalarni qila olamiz? Xitoyni qilayotgan zulmlarni bu imzo bilan qandoq to'xtatqili bo'ladi? Uchinchi, muhojiratda 10 necha tashkilot 10 ming kishilik bir xalq imzo harakati boshlagan edi. Natija nima bo'ldi? To'rtinchi, 2018-yili Oqsaroyga yozilgan 100 ming kishilik imzoli xat bor edi. Javobi nima bo'ldi? 5. Uyg'urlar Xitoy besib kirishdan burunmi mustaqil davlati bor millat edi. Besib ilingandan keyin muhojiratga Uyg'urlar 1954-yili Hijoz qurultayida bir qatim mustaqillik irodasini namoyon qilgan. 1998 yili İstanbul qurultayida yana bir qatim deb yozibdi. 2004-yili yana bir qatim, 2011-yili yana bir qatim, 2021-yili yana bir qatim mustaqillik irodasini jakarladi. Mustaqillik irodasini yana imzoliq jakarlashda sababi nima? Mustaqillik irodamizga ishonsa bizga mustaqillikni qandoq ilib berdi ekan? Bizning mustaqil bo'lishimizga ishonmayotgan organ qaysi? Tashkilot qaysi? Ularni ishondirsak va'dasi nima? Ularni qoyil qilishning yo'li yolg'iz shu imzomi? 6. Amerikada qonun bo'lish oldida tug'an Uyg'ur siyosati qonun loyihasi, Sharq Turkiston qonun. Boy degandek mushu nuqta shu, masalanchu. Mush nuqta shu ba'zi xalqni nim qilayotgan, qaymaqtirayotgan. 6. Amerikada qonun bo'lish oldida tug'an Uyg'ur siyosati qonun loyihasi, Sharq Turkiston qonun loyihasi deb o'zgartish talab qilinibdi. Xatolashmasam bu qonun Amerikaning Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga qo'llanadigan qonuniy tadbirlardan biri. Xo'sh, uni Sharq Turkiston qonuni desak, u yerda qirg'inchilik bilan faqatla munosabatsiz 1,5 million tungan 10 milliondan ortiq Xitoynimi shu qonun ichiga kirgizamdoq.
ular biz qirg'inga uchirmagan desa qandoq isbotlaymiz? Yani nayt o'rinliq, nayti bir mantıklı bir suallar bunlar. 7. Bizning bildigan ishimiz mustaqillikni yadro qilgan fikrni tashviqot qilib, iroda bildirib, ideyalarni birlikka keltirib hal bo'lamdi yo yo'qolib kelayotgan xalqimizning tiniqi azroq uzatish bilanmi? Bugunga qadar Uyg'ur qirg'inchilikni tunigan parlament aran 12, tunigan hukumat faqatla 1. Hukumat e'tirof qilmadi deganlik, tadbir ilinmaydi deganlik. Hey sadagan ketaylar, biz dunyoga qirilyapmiz deganni bildirib bo'lolmadik. Teg'i bizga nima bo'layotganligini tushuntirib bo'lolmayotsak, sizlar nima qilyapsizlar deb savollarni qo'yibdi. Inshaalloh Surgundi hukumati bugun shaxsan men javob berishinglarni va xalqmi shu hammasida mushta savollar bor qarindoshlar. Shuningga bu yerda qarab boqay, so'raydigan savollar bormi? So'raydiganlar bormi? Telefon qilganlar bormi? Ona göre devam qilamiz. Bu yana bir inkas qismiga haqlar yozaytibdi. Uchun okey qarindoshlar. Boshqalarning ketilishi yo'qdek turdi. İnşallah. Şu bay degandek yanına kechikmadik. Yanına kechikmaymiz. Mushtaq demisimi ba'zi faoliyatlarda bir araya kelsak bo'ldi, lekin afsuski surgun hukumatiga deydiganim sizlarning tutgan yo'linglar to'g'ri bo'lmadi. Buning bu usul to'g'ri bo'lmadi-chu. Usul to'g'ri bo'lmadi. Harakat to'g'ri bo'lgandek tug'an bilan inshaalloh. Agar boshqalar ketilishni xohlamasa, men uchib ketay, vaqtinglarni jiq olmay. Eyvallah. Tamam. Ben uchib ketay. Xeyr inshaalloh. Mening fikrim ojizona. Qabul qilishinglarni umid qilaman. Har ikkili taraf. Navoda ikkili tarafning o'rtaq bir sahnada deyishgan ishinglar bo'lsa, mening ekronim tayyor inshaalloh. Har fikrga. Yetarki haqorat qilmagan holatda bo'lishi yetarli inshaalloh. Bo'ldi qarindoshlar. Kelar qitim kurashkicha aman bo'linglar, duo qilaylik indigenous Uyg'ur xalqim. Kelar qitim kurashkicha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.